Assalomu alaykum barchaga. Hozir bir ikkita xolam bor. Shular bilan bir video qilamiz. Bu xolamiz Alibayeva Xadicha opa 52-yilmi? Ha, 52-yil, 73 yoshda. Endi xolamizda men bu bel dumbada og'riq, oyoq qo'zg'atilgan og'riq bilan kelganmiz. 73 yoshda. Endi xolamiz birinchidan o'z vaqtida kelgan, ikkinchidan o'ta harakatchan xola. Haligacha shu ketman bilan ishlaydigan xola ekan. Shuning uchun bir ikki marta qilganimda o'zida og'riqlar deyarli bosilib yaxshi bo'lib qoldi. O'zi nima boshlandi? Og'riq qachon boshlandi? ancha Aha. yurdim. Oyoqqa berishichi? Shu ketin shu oyoqqa Aha. berdim. Sizga qarab. Shu ketin derece olmasdi. Endi men o'tirmay istedim. Nima uchun belarni o'rtiniz dedi. Ustiga oxirgi marta borib qoldim. Ha, video o'rgatganingizda. Ha, bu shu ozgina edi, o'rib tashlaydi dedim. Aha. Va unutimga rahim berdi-da dedi. Ha. Shu og'riyapti. Ona kiracağımız var da sizin. Şunu uçlatıp koymanız. Şunun için ayağımı gelmişti. Bilemez diye ayaklarında şu ayakları gelmiş. Keyin yonboshdan boshlab pastga oyoqni tushib ketgan, og'riq bo'ldi. Ben mana shunday qoldi. Ha. Dushanba keldingizda? Dushanba. Kundayam bilmayman, meni jonim Dushanba keldingizda. Hozir og'riqlaringiz ancha kamayib qoldi. Yaxshi. Ha, bitta yurib ko'rsanglar hali. Yaxshi. Mana xolamning ishi. Yaxshi. Yaxshi. Fakat mana çok oldum. İşte sevdim. Ama şurama koyulmadı. Çıkmadı. Sonra şu ağrı karam sezmedim. Müzaydı. Keyin kamayib oldi. Ha. Bilemedim. Osmanlar koyuldu. Şur ağrımıştı. Hemen şuradan koydu. Bu yoqqa nima qilib almashtirib nasab qilib chiqqan. Kechasiga og'riqlar yo'q. Yo'q, kechasi sezmadim. Men shu bugun yaxshi bildim. Suyakdi, to'siydi. Yo'q, yotganingizda yo'q. Yuraman desangiz ushlab turgan. Yursam yurur. Bemalol endi yurib oldingiz. Endi ko'pincha aytamizda bizlar mana bu kasallarga endi harakatni ko'proq qiling, mashq qiling, harakat qiling deymizda. Mana mushaklarni ushlab ko'rganda tonuslar yaxshi bo'lsa, tiklab kelish tez bo'ladi. Sal u narsaga qarashib yordam qilsa bo'ldi, tiklab ketaveradi-da. Bo'lmasa 73 yoshda, yosh katta kishi hisoblanadi. Ularda ketishi nisbatan qiyinroq bo'lsa, bunday harakatchanlarda tez yaxshi effekt beradi. Ularga qo'shimcha mana bu jigarlarni tozalashga o'zini giyoh damlamalar bor, ularni berdik. Kapnisalar qilyapmiz. Hozir og'riqlari ancha bosib qoldi. Juda yaxshi. Endi oldin engashishni ko'rsatdi. Bel og'risi yo'q. Og'riq qoldi. Faqat mana shurda. Shu bugun shuni yaxshi suydi o'rinda. Endi borib o'tirmaysiz. Ketmanni qilmaysiz. Ne diyorum ya? Ha, engash ko'rsin. Engashi ko'tarilib oldi. Juda yaxshi. Bemalol nima narsa. Juda yaxshi. Endi shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da xola. Mana bu keladi, lechini oladi. Masalan, hassatayolmaydi yoki bo'lmasa juda kechikib keladi. Suyaklar mo'rtlashib, yemirilib, osteoporoz berib, hamma narsasi bo'lib keladi-da, keyin ta'sir qilmasa aytadi, nima ta'sir qilyapti deb. Yo'q, uni birinchidan vaqtida kelish kerak. Ikkinchidan harakat qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Tuzamga suyak yürüyepman deyman. Hassa yumshab turishi. Yürüyepman deyman. Dedi sen hiç tanımazsın. Oğlum kaldı. Üstüne varıp kaldı. İşte yapsız ona. Buldum vurup gitmemde. Şimdi tinchmaydigan raylar dedik, olimlar dedik. Mayli. Sog' salomat bo'ling, tog'asi doim yaxshi kunlarda uchrashib Bunlar bizim olsun. Sizlerge rahmat. Salomat bo'lasiz, mayli yaxshi.
Şimdi bu xolamiz bilan endi bu xolamiz bilan video ko'ramiz. Bu xolamiz ham Surxondaryodan. Qayerdan? Surxondaryoning Muzrabot rayonidan. Muzrabot, Saytobod. Yer mahallasidan. Yaxshi. Bu xolamiz 50 55 55-yil 70 yosh to'liq. Bu xolamizda ham shu beldagi og'riq, oyoqqa tortgan og'riq, harakat cheklanishi. Endi bu xolamizniki sal boshqacharoq og'riq. Kechasiga ham og'riq degan, to'g'rimi? Shuning uchun bizlar bu yerga vitamin B kompleks, neyroton bilan hozir karbamazepin dori ham qo'shganmiz. Umuman plazma terapiya, fizioterapiya, kapinoterapiyadan tashqari. Og'riq qachon boshlandi xola? Og'riq yangi yildan so'ng boshlandi. Yangi yildan keyin. Yangi yildan boshlandi. Nimadan keyin boshlandi? Boshlanishdan birdan katta og'riq boshlandi. Qayerda qattiq bo'ldi? Shu yerda qattiq. Dumbani ichida boshlangan, ha? Dumbani ichida boshlandi, shu oyoqda uchiga berib. Uchiga berib. Og'riq qaysi vaqtda bo'lardi? Bir yil og'ridi og'rig'ini. Og'riq masalan kechasi, kunduzi qaysi vaqtda kuchayadi? Qaysi vaqt bo'lsa. Kechasi ham bo'lardi, to'g'rimi? Siz kechasi ham bo'laveradi. Og'riq qanaqa bo'lardi? Xuddi ilmoqdek tortib turgan og'riqmi, kuyishgan og'riqmi? Yo'q, shunday og'riq berar edi. Qaychalarimga pichoq suqqanday bo'ldi. Oyog'im beti shunday kuyib ketaverdi. Oyoqda usti mana kuyishib og'riq degan, to'g'rimi? Mana ucha bo'lsa ochishib og'ridi. Uchada achigan og'riq, tortgan og'riqlar bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q. Yurganingizda qanaqa edi? Yursam shu yurim shunday ochishar edi. Yurishga qo'ygan qo'ygan, to'g'rimi? Yurishga qo'ygan. Keyin qayerlarda davolandingiz? Keyin Sherobodga qarayotgan bir hozir ismi ham esimdan chiqdi. Shu yerga davolandim. Bu yerda massaj qildi. Belimni tortdi. O'zini apparatiga. Umurtqani tortgan. Men bu massajga chidayolmadim to'g'risi. Massaj juda qattiq bo'ldi. Bunday orqamga bunday to'g'rilamatdan, bunday qo'llarimni bunday orqaga qilib, bunday qarab, oyoqlarimni bunday iziga qaytargan chidayolmadim. Shunday 5 kun davolanib berdim. Undan keyin? Undan keyin Termizga bir bog'ga davolandim. Suyak bo'yicha pensiyaga chiqquncha suyak bo'yicha больницада ishlagan ekan. O'zi xususiy qilib ochib olgan ekan. Shu bog'a 77da bo'lgan ekan. Uni bilan davolandim. Onda birinchisi shu belni ko'radi ekan, qo'limni mana shunday qilib. Uning ustiga igna qo'yadi ekan. Tilla igna deyapti. Uning ustiga ikkita to'kka qo'ydi. Biri to'kli massaj, biri bir bunday gildirak narsa. Shuning ustiga bunday osmonga qarab tutasiz, shu yerga to'g'irlab. Endi shundan og'riq azaldi. So'ng o'ziga qon aldirasiz deydi. Bu qon aldirishga sahringiz baland ekan deb olmadi. Bu yerga ham 5 kun davolandim. Shu Muzrabotdan o'lim shu yoqqa kunlik qatnab, mashina orqasiga yotqizib. Temizga vaqt keldi. Yotqizib kelib 5 kun davolandim. Bu yerda ham juda yaxshi bo'ldi-da. Og'riqlar ancha pasayib qoldi. Og'riqlar ancha pasayib qolmadi. Yani oyog'im shunday og'riyib, yurib ketavermadim. Ulmayibdi bitta salom. Og'riq pasaygan bilan mana shu dumanisidan pastga tortgan og'riq bo'lib ketavergan, to'g'rimi? Ochishgan og'riq turdi. So'ng Samarqanddan bir doktor keldi, davolayotgan ekan. Bir oyda bir marta keladi, bozor kunida. Shunga bormaysizmi dedi. Bormayman dedim. Qo'ymay olib bordim. Tilpannashdi. Birovlarni tilpannamari bor ekan, tilpannashdi. Bozor kuni boraman deb ocharqa yozdirdi. Bir ayol kishining uyida turar ekan. Shaxsiy uyda turar ekan. Shu ayol kishi mana tilpannashib soat 12da keldi. 12da borib edim. Biz ocharatimiz kelmagan ekan. Bir soatlar kutdik, so'ng ocharatimiz keldi. Shundan o'mirtqamdan bitta ukol berdi. Bir munodag'ini pensilni ishadi. Bu yog'ini dedi, o'mirtqadan ukol beradigan bor bo'lsa, o'mirtqadan bir kun dummadan olib beramiz dedi. Yo'q bo'lsa dedi, har kun dummadan olib. Shundan bilmayman, 2 ta oldimmi, 3 ta oldimmi, og'riqim bundan betar bo'lib turdi. Shundan ko'rib qoldim. Ancha yaxshi bo'lib qolgan, mayli Termizga davolandim. So'ng olib qoldim.
Keyin hozirgi og'riq kuchaygandan keyin Toshkentga keldingizlar-da? Ha, Toshkentga. Endi bu yerda qiziq narsasi tomografiya tushib ko'ryapti. Tomografiyada unaqa katta grijani o'zi yo'q. Mana bu yerda sizga aytdik, o'g'lingiz kelganda. Bu yerda 4 mm, 3 mm turgan kichkina grijalar bor-da. Bu yerda umurtqa kanalining stenozi degan narsa bor. Shu sariq bo'lib qalinlashib, orqasidan it o'sib ketganda, Bu yoqdan o'zi operatsiya qildiramiz deb chiqmaydi. Surxondaryodan operatsiya qildiramiz deb chiqqansizda. Ona tanishlar ko'pda. Bunga qildi tilpam, bunga qildi ishi tushganlarga operatsiya qildirmangizlar deydi. Keyin bular travmatologiya, ortopediyaga borgan, reabilitatsiyaga borgan. O'g'lingiz kelganda aytdi, siz hozir 5-odamsiz, siz oldingizga kirayotganim dedi. Professor. Keyin shu kishi operatsiya qildiringlar dedi. Keyin bu yerda qarab ko'rsak, bularni og'rig'i nervni o'zini boya neyropatический og'riq degani bor-da, nervni o'zini shamollash og'rig'i, plus va umurtqaning stenozini og'rig'i ikkalasi qo'shilib turgan ekan. Keyin xola har kuniga bolnol ichgansiz? Har kuni bolnol ichdim, ortopedist ichdim. Shuni ichmasam tinchiyman. Har kuni kechki payt yotish uchun bolnol yoki ortoped ichib Kunduz yotganmi? kuni ham kunduz kuni ham ichkichayim. Yarimta. Bu kechqurungi bitta ichkichayim. Keyin shuni ichmasam uxlay olmayman. Shuni ichmasa uxlayolmagan. O'rtada keyin karbamidni bitta ikkita ichgansiz? Ondan ham ichdim. Uyqum ham yo'q dedi. Endi ham og'riq ham uchun ichdim karbamidni. Shuni ichib bitta bolnol ichsam uxlayachim, bo'lmasa uxlamayachim. Keyin shu neyropatический og'riq degani mana shu holadagi og'riq neyropatический bo'ladi. Bu 24 soat to'xtamaydi. Kechasi yotganda kuchayman, kuyishgan og'riq beraveradi. Masalan, narigi xola bilan gaplashganda aytdik, yot bo'lsa tinchgina desa og'riqni topib qolaveradi. Sizniki yotganda ham og'riq beradi. Birinchi kuni kelganda krevatda ham yotolmadingiz-ku, ukol qilamiz deganda. Keyin plazma terapiyalar qildik, kapnisa dori-darmonlar qilyapmiz. Shu asosiysi karbamidin bilan vitamin B12 ni bu kompleksni va sifatlisi neyroton deganni qo'shib berganmiz. Shu ikkalasini endi olyapti yon boshdan. Ba'zilarda terminalni ko'rsatdi. Televizorda nima emas, reklama qilsa jo'nab qo'ysa. Hammasini endi jon o'tgandan keyin qilyapti. Shundan keyin o'g'li kelgandan keyin aytdi, shunaqa debdi. Keyin diskini shartta tomografiyasini kompyuterga solib ko'rsak, bu yerda grijasi o'rtada turibdi, sentralniy grija 4 mm. U grija hech narsaga xalaqit qilgan edi. U qaytamga umurtqa orqa tomonni sariq bog'lam degan qalinlashib ketganda shu umurtqa orqa miyani hammasini siqib turgan ekanda. Operatsiya qildirganlar bilan ko'p suhbat qildik. Bittasi ham yaxshi bo'lib ketdim deb aytdi. Bundan beri shu davolanishdim. Endi bunaqa narsalar qoladi. Hozir mana bu ukol dorilarni qilyapmiz. Og'riqlar ancha-muncha ketdi, to'g'rimi? Kechqurun uxlayapsiz. Bitta ham uxlab olyapsiz kiribsiz. Bitta ham uxlayman, kechqurun uxlayapsiz. Karbamidinlar bir 3 oygacha ichib borasiz. Aytdim, bu birdaniga ketib qolmaydi, uzoq vaqtda sekin-sekin. Semirib ketsin bu ishda. Semirsangiz ozdirib olamiz. Bundan qo'rqmang. Qizim semirib ketdi, shundan semirib. Shundan endi mana bu jigarlarga qo'shimcha narsalar beryapmiz, organizmni tozalashga, ichini keltirishga, maska beryapmiz, dori-darmonlarni. Sizga kerak bo'ladigan hola gimnastikalarni hali og'riqlar bosilgandan keyin ko'rsatib beradi. Gimnastikalarni har kuniga kamida 1 soat, 1,5 soat gimnastika bo'lishi kerak. Fizkultura bo'lishi kerak asosiysi bu yerda. O'zi qilinadigan bir 3-4 ta mashq, bunaqa bir 20 ta emas. Shu mashq to'xtatmasdan bir 20 minut ertalab, 20 minut avitda, 20 minut kechga qilib yursangiz, bitta 1 oy, 1,5 oyda mana bu narsalar bir 70% ga tiklanib ketadi. Bolnolni ko'rishimda shundan jigarim og'riq chiqdi. Endi og'riq qoldiruvchi va o'tgan kun ham aytdim sizga, unda paracetamol bilan diklofenak qo'shilgani bo'ladi-da. Paracetamol jigarga eng ko'p zarar beradigan dori hisoblanadi. Og'riqni yaxshi qoldiradi. Endi og'riq qoldiraman deb boshqa joyda ishdan chiqarib qo'yadi-da. Shuning uchun bu narsalarni to'xtatish kerak. Undan ko'ra karbamidin yaxshi bo'ladi deydi sizga. Jigarga davolatib shifo bag'ishlab suv beradi. Shundan ko'p idishga arpa shundan ichilib jigarim yaxshi bo'ladi. Shunday jigar o'zi kerak-da, mana vitaminlar so'rilishi ham, oqsillar so'rilishi ham, sahringizga ta'siri ham hammasi jigarga bog'liq bo'ladi-da. Masalan, toksinlarni tozalab, organizm doimiy charchoqlarni yo'qotish ham jigarga bog'liq-da. Shuning uchun
Bunun hammasi Sağ kasal bo'lganimni jigarimiz og'rimaydi. yoshda bo'lib ketgansiz-da. Yoshda bo'laman. Men u sariq kasalni o'zi yoshda o'tib ketadi, uni organizm tiklab oladi. Endi men qari bo'lgandan keyin dorilar ichib, va og'riq qoldiruvchi haqida gapirganda aytganman ko'p. Jigarga zarar tegadigan dorilarni o'zi eng ko'p 10 taligida shu og'riq qoldiruvchilar birinchi o'rinda turadi. Chunki og'riq ichida bo'lmaydi. Biroz og'riq tursa majburiy ichaverasiz. İçken sayınız o organizmga virus tarab yuraveradi. Hozir yurishlaringiz ancha bemalol, ha? Yaxshi. Bitta yurib ko'rsatinglar. Mana xolamni hassasi ham bor. Xolam yo'q, bemalol yurib qol. Birinchi kuni qizi suyashib yuruvdi. Bir tomon shuni yurolmay qolgan. Ha, bir tomonni ushlab suyab yuruvdi. Hozir endi hassa bilan yurib turishni aytganmiz. Hozir mana bu uchidan tortgan og'riqlar qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Bunday ochish bo'lmaydi. Kechasi yotishlaringiz bemalol, o'zi. Bemalol. Kechasiga og'riqlar to'xtadi. Kunduz kuni bo'layotgan og'riqlar ham o'zi ancha-muncha bosilib qoldi. Xudo bu yerga mashqlar ko'rsatib qo'ysak, shu mashqlarni usilini qilib turasiz, xolos. Mashqlar qilsa, endi men og'riq birinchidan uzoq vaqt davom etgan, ikkinchidan mana bu umurtqani stenozi, nervlarni o'zini shamollashi hammasi bir vaqtda qo'shilib qolganda, shunaqa og'riq bergan. Endi hammada har xil kechadi-da, xolos. Masalan, bu hollarga dori tabletgani keragi yo'q. Bu og'riqni tepishni grijani o'ziniki. Sizniki boshqacha, kechasiga ham bo'lyapti. Shuning uchun uni nima deydi, va bir vaqtda telefondan so'raydi-da, boyagi mashina ichida belimdan qotgan og'riq bo'lyapti. Endi o'pshiga bo'lib qoladi-da. Kasalni o'zini ko'rganda u aniq qo'yib boyagi narsa chiqadi-da. Nimani davolash kerak, nimalar ta'sirlangan, nimalarga e'tibor berish kerak degan so'z chiqadi-da. Doktorlarimizga rahmat. Shuncha og'riqlar Ya, xudo xolasa qolgani ham ketadi. Asta-asta. Mayli, xolos, sog'-salomat bo'ling. Hali mashqlar oladi, mashqlardan videoga olib sizga tashakkur qilamiz, xo'p? Mayli, charchamaylik.